Shu vaqtga qadar o'z vaqtida kommunal to'lovlarni amalga oshirmagan abonentga nisbatan ta'sir choralari faqatgina sud tartibida amalga oshirilardi. Endilikda bunda uzoq davom etadigan jarayondan voz kechilib, qattiq maishiy chiqindilar uchun qarzdorlikni bartaraf etishning yangi mexanizmi joriy qilinmoqda. Unga ko'ra, qarzdor abonent chiqindi uchun to'lovni amalga oshirmaguniga qadar elektr energiyasiga to'lov qilishi vaqtincha cheklanadi. Muxbirimiz Shahnoza Haydarova O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan mustahkamlangan yangicha tartibning mohiyati va bunga nisbatan aholi munosabatini o'rganishga harakat qildi. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yilning oktyabr oyida chiqindilardan qarzdorligi bor iste'molchilarga elektr to'lovlarini amalga oshirishdagi cheklovlar bo'yicha xabarnomalar yuborilishni boshlagan edi. O'shanda SMS xabarnomalar yuborilsa-da, lekin to'lov imkoniyati cheklanmasligi haqida ma'lum qilingan edi. Shu yilning 7-mart sanasida esa O'zbekiston Respublikasining chiqindilar bilan bog'liq qonuni imzolandi va unda nazarda tutilgan amaliyot shu yilning 8-iyun kuni kuchga kiradi. 3 oydan so'ng qonun kuchga kirishi bilan chiqindidan qarzdor iste'molchiga ogohlantiruvchi SMS yuboriladi va 5 kun muhlat beriladi. Qonun bilan qattiq maishiy chiqindilarni to'plash, olib chiqish xizmatlari uchun majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorligi mavjud bo'lgan iste'molchilar SMS orqali xabardor qilingandan keyin qarzdorlik bartaraf etilgunga qadar ulardan elektr energiyasi uchun to'lovlarni qabul qilishni vaqtinchalik cheklash ko'zda tutilgan. Qonun kelgusida ushbu xizmatlar darajasini xalqaro standartlar talabiga moslashtirishga, aholi uchun qulay ekologik muhit yaratishga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugunga kelib aholining maishiy chiqindilardan bo'lgan qarzi 600 milliard so'mga yetgan. Iste'molchilarda chiqindi uchun qarzdorlikning ortib ketishiga nima sabab bo'lmoqda? Nega to'lovlar amalga oshirilmayapti? Bunga oydinlik kiritish maqsadida aholi fikrini o'rgandik. Chiqindiga o'zingiz to'laysizmi? O'zimiz to'laymiz. Onlayn to'laymiz ko'pincha. Domni oldiga chiqindi mashina kelmaydi. Boshqa ishxonalarnikini olib ketadi, bizlar domnikini olib ketmaydi. Bizlar boshqa domga atrofiga tashlaymiz. To'lab turaman, vaqt to'lab turaman oldinroq. Haftasiga har seshanba bizada chiqindini yig'ib ketadi. Har doim chiqindi tashishga chiqqanimizda to'lab yotadi. To'lash kerak albatta, endi chunki xizmat ko'rsatyapti bu yerda. Sifat darajasi ham shunga yarasha yaxshi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xabar qilinishicha, mavjud qarzdorlik tarmoqqa tegishli tashkilotlarning asosiy fondlarini yangilash va xizmatlar sifatini oshirishga, investitsiya kiritishga, sohaga tadbirkorlik subyektlari va xususiy sektor vakillarini keng jalb qilishga to'siq bo'lmoqda. Bizda hech qanaqa rechagimiz yo'q. Mana suvni cho'chchiga o'chirib qo'yadi, elektrni o'chirib qo'yadi, hammada bor. Lekin maxsus trans bo'yicha bu muammo juda ham katta. Toshkent shahar maxsus trans 87% ga xizmat ko'rsatadigan bu so'zi hozirgacha kunduzi 32 milliard. Bu qarzdorlik. Bizning xo'jalik hisobidagi korxona bo'lsa